Mirzo Ulug'bek tumani Sentr uchastka navbatdagi uyimizga keldik. Bu uyimizda 3.2 sotum, 6 ta xona, 7 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda mana zona qilingan. Bu yerda mana podvoldan tushadigan joyi bor, uy ichiga kirsa ham bo'ladi va orqasida ham kichkina hovlisi bor. Hozir uy ichini obzorga beramiz. Ko'ringlar, narxini oxirida aytamiz. Bu yerda mana bizda shunaqa kirish hol. Shunaqa chiroyli sirlar qo'yib qo'yishgan. Bu yerda bizda zal. Zalimizda mana kattagina. Bu bizda sanuzel. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz ham kattagina. Bu yerda bizda mana orqa hovlimiz. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan. Bu yerda bizda sanuzel. Podvolga bu yerdan ham tushsa bo'ladi, garovdan ham tushsa bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonamiz bizda. Podvoldan boshlasak. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina basen. Bu yerda bizda dushoy alohida, hojatxona alohida. Bu yerda bizda sauna. Bu yerda bizda kichkina koridor. Bu koridordan podvolga tushib chiqsa ham bo'ladi. Va orqa tomonga ham o'tsa bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bitta xona. Bu yerda bizda kladovka, bu yerda kotelni. Bu yerda bizda kladovka. Bu yerda ham bitta xonamiz bizda. Bu yerda yana bitta xonamiz bizda. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda yana bitta xonamiz bizda. Bu yerda yana sanuzel bizda. Bu yerda yana bizda deski xona. Shunaqa neobычный qilib qo'yishgan, chiroyli qilib.
Biza bu uyimizga 600 ming so'rayapmiz.